Lolani baxtli yashashi uchun xalaqit berayotgan juda ko'p omillar bor edi. Deylik, ko'p insonlar bor edi masalan. Aslida hozir unaqa emas. Lekin o'sha paytdagi qarashim bo'yicha kimningdir gapirishi, kimningdir qarashi, kimningdir xarakteri, kimningdir qilgan menga xatti-harakati meni baxtli yashashim uchun go'yoki xalaqit bergan. Munosabatlar, ya'ni aynan o'zgarishim uchun sabab bo'lgan holat bu meni turmushdan keyingi holatim. Turmushdan keyin qaynona kelin munosabati, turmush o'rtog'i bilan munosabatim, farzandlar bilan munosabatim meni shu qarorga olib keldi. Ya'ni shunaqangi qiyinchiliklar bo'lgan. Bu hayot. Hayot davomida ayniqsa bizning o'zbek mentalitetida qaynona kelin masalasi bor. Bu mavzuda kuzatuvchilar ham bilishadi qanaqa holatlardan o'tganini va bundan uyalmayman. Bu vaziyatni men yomon ham ko'rib gapirmayman. Hozir bu vaziyatni yaxshi ko'raman, chunki agar o'shanaqangi tushunmovchiliklar, bir-birimizga qarama-qarshiliklar bo'lmaganda edi, men o'zimni topmasdim. Men juda ham masalan qaynona onajonimga rahmat deyman. Chin dilimdan rahmat deyman, chunki haqiqiy Lolani topishiga juda katta sababchilardan biri bo'ladilar.